Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana g'ish apparatidan g'ish qo'yish jarayonini video obzor qilyapmiz. Podpischilarimiz so'raganlar uchun apparatga qanday qo'yiladi, osonmi, qiyinmi deganlar uchun akaxonimiz g'ish qo'yayotgan joyga kelib mana arva bilan bo'shatildi. Bir arva loy ketadi 6 taligimizga. To'kiladi, mana tarqatib kabi ishni bittalikka, ikkitalikka qanday qilib yaratilsa, shu 6 talik apparatga ham shunday yaratiladi. Hech qanday bir slojni bir narsa yo'q. Endi apparat bilan qo'yilganga ko'proq qo'ysa bo'ladi. Masalan, hozir 2 kishi qancha qo'ysa bo'ladi bir kunga? Hozir 1200 ta 1,5 mingta chiqadi. 2 kishi 1200 1,5 mingtagacha qo'yadi. Ko'proq bo'lib, apparat kattaroq bo'lsa, undan ham ko'proq. Ha, loy ham ko'proq bo'lsa, ha, 2000, 2000, 3000 ta o'qitaveradi, to'g'rimi? Mana endi bir soat, 1,5 soatga qo'ygan g'ishlar bir 300-400 ta g'ish qo'yilgan mana. Hozir kunga qanchadan sotilyapti mana shu donasi g'ish? 2800 so'mdan. 2800 so'mdan bo'lgan taqdirda ham shuni 500 so'mini rasxodga desak ham turpoqqa 2300 so'm. Endi o'zingiz qo'ysangiz, agar ishchi yollab qo'yilsa 50 ga 50, o'shani ham 1200 so'm, 1300 so'm ishchiga berilsa, kimlardir o'zi apparat olib joyi bo'lsa, bir ishchi ishlatib ham g'ish qo'ydiradi-da. Ishchilarga 1200-1300 so'mdan olsa, o'ziga ham 1000 so'm qolar ekan shunga ham, to'g'rimi? Kamiga. Kamiga 1000 so'm qoladi. Agar o'zingiz qo'ysangiz, chista 2200 so'm, to'g'rimi? Uyiga turpoq bo'ladi, tekin turpoq unga juda ham ozgina chiqadi, tipaliklar. Ha, kimlardir masalan lalmili joylarga, bir qiyali joylarga turpoqlar bo'ladi, bir 20 yilga uni tugatib bo'lmaydi qo'yib. O'shanday joylarga agar tekinroq turpoqlar bo'lsa, вообще hammasi faqat nima desam bo'ladi, bir 300-400 dollarga xarajat qilib bir apparat olib boshidan birinchi o'sha zakazning o'zidan bu apparat mana tezda sof foydaya qoladi. Bir 3000 ta, 3000 talik zakaz olinsa, o'shani o'zi kara qilinsa, bir 7 million, 8 million qolsa kerak, to'g'rimi? Qoladi. Kimdan mana shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. YouTube, Instagram, Telegram kanallarimizda mana Metal Master Jasur nomerimiz 97 141 89 99. Mana shunday dalshi davom etib ketaveradi. Bu oq turpoq, ha? Oq turpoqni sotib olamiz. Akamiz bu turpoqni mana shunday qilib olib keltirib 4-5 kamaz to'kiladi, 3-4 kunga qo'yib taylab, mana shunday qilib olib keltirib qo'yadilar. 2800-2700 so'mdan sotadilar. 500 so'mdan rasxoti endi bir donasiga. Unga 2200 dan hisoblagan taqdirimizga ham 1000 tasi 2 million 200 ming so'm bo'ladi. 1000 ta g'ishdan 2 million 200 ming so'm bo'ladi. Bir kunga endi 1,5 ming ta qo'yilgan taqdirda ham 3 million 300 ming so'm 2 kishiga. Endi buni bir oyga o'zlaring ko'paytirib olasiz. Bir oyga emas, 20 kunga ko'paytirgan taqdirlaringga 3 million 33 66 million 65 million so'm. O'sha Amerikaga yo Koreyaga yo Rossiyaga bo'lganlar ham hozir shu pulni ishlayapti yo ishlamayapti. Zato mana bu yerga odam o'ylasin, bola chaqasi, qarindosh urug', o'zini vataniga musofirchilik ham o'zlaring bilasizlar qiyinchiligini, dokument to'da boshqa hozirgi kunga o'sha qiyin bo'lib qolgan. Chetga chiqib ishlash ham. Mavzudan chakka chiqmaylik, shu o'zimizdan qilsak endi mana shu ko'ring, kimda mana shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Instagram, Telegram, YouTube kanallarimiz mana shu Metal Master. Nomerimiz 97 141 89 99. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Shaxsov tumani.